Javob beraman, O'zbekiston bozorida bu brenddan, bu kачество, bu mahsulotdan topa olmaysiz. Bunaqa ko'rinishidan topa olmaysiz. Xudo xolasa javob beraman 100 talik. O'zbekiston bozorida hali bu kачество, bu modeldan yo'q. Sizga necha litrligi kerak? Kommentariyada shunchaki plus qoldiring yoki litrini yozib qo'ying, har xil litrligidan bor. Bunga e'tibor qiladigan joyi, masalan, biz bozordan olsangiz -15 dan muzlatadi. -15 dan -20-25 qilib, masalan, go'sht qo'ysangiz qotirib tashlaydi. To'g'rimi? To'g'ri bo'lsa kommentariyada chesnami, pachesnami? Chunki biz ham uyimizda Andijonda hovlida turibdi, -15, -20 ichiga go'shtlarni onam bechora tiqib qo'yadi. Uni olib ishlatmoqchi bo'lsa, yo mikrovolnovkaga tiqadida buziladi go'sht yoki bir sutka kutish kerak bo'ladi. Ha, bunda o'sha muammo yo'q. Xohlagan gradisingizni qo'yib ishlatasiz, sifatiga, devorlari chirimasligiga, izolyatsiyasiga 5 yil zavod garantiya beradi. Shu gaplar qilib meni dilimni ortmanglar, o'zi dilim juda bir osonga og'riydi. Kачество pul turadi har doim. Mana vitaminlari bor, go'shtga, tortga, shashligiga chotki ketadi, asal turadi. Ha, bular 3 yilliklarimizdan hozirda mana 2 dona qoldi. Ikkita 3 yillik, ikkita 2 yilligimizdan qoldi. Bu ketyapti bu jonivor. Bu mana va nihoyat egasi topildi. Gap yo'q dedi, olib ketdi. Bu ano tigr modelimiz 2 dona qoldi. O'sha qora modelimizdan tugadi. Bulardan faqat shu qoldi. Endi yangi mahsulotimiz xudo xolasa zakazni berdim. Agar pasportim tayyor bo'lsa, o'zim borib kelaman Xitoyga. Yo'q bo'lsa, ular yo'lga chiqaveradi, keyin men yetib boraman. Albatta zavodda ham video qilib sizlarga ko'rsataman. Haqiqiy 21 yillik Sinov Village. Dunyo bo'yicha 30 ta filiali bor. O'zbekistonda men, qolgan joy Dubay, Afrika, yana Tojikiston, Turkmaniston, hamma joyda bor. Har bittasini bitta-bitta ko'rsatib chiqamiz.